Contest come from Iraq, the Albatta dominantlikni belgilab qo'yish 1 santimetr ham ort. Hattoki birinchi ishlaydi baribir. Hozircha yaxshi, aniq. Yaxshi kutib oldi hozir. Ringda shim va qanday bosh qismga, keyin tana qismga va yakalik zarba o'tganligini ko'rdik mana bu yerda o'yin qo'lda. Batlayevning bosh qismiga mana yana videolarni ko'ramiz. Mana o'yin qo'lda aniq zarba yo'llaganligini ko'rdik. Dusmatov Reyd qisqartirdi masofani va zarba yo'lladi. Kech qoldi. Undan oldingi zarba yaxshi chiqqan edi. Qasliklar soni ham ko'p. Mana shu joyda davom ettirsa bo'ladi. Himoyani unutmagan holda yaxshi zarbalar aniq boshga tegyapti. Ko'plab taniqli insonlar raundda yo'llagan zarbalar. Yana bitta urinish. Mana bu yerda ehtiyotroq bo'lish kerak. Tegyapti, lekin o'tayotgan. in the red corner. Qizil burchak Hasanboy Do'stmatov jahon chempioni Sankem Po'latov tomonidan va ana endi Hasanboy Do'stmatovga oltin medal. 300 ming AQSh And now, ladies and gentlemen, please stand if able va to respect davlatimizning the national anthem madhiyasi. of Uzbekistan.